chiqamiz. Qarating bir holatda 1 taqsim x funksiyasini ko'rib chiqamiz. X'ning 1da nima bo'ladi? Y. 1mi? Qaysi nuqta? 1 u 1. Mana bu yermi? Xo'p. X'ning 2da nima bo'ladi? Y. 0.5, to'g'rimi? X 2 mana bu yerdan, y 0 mana bu yerda, to'g'rimi? Endi qarang. X'ning 0.5 da nima bo'ladi? Y. X'ning 0.5. 2 bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni qarang. 0.5 da 2. Mana bu yermi? Xo'sh, endi qarang. 0. Nimachi? 25 dachi? Mana bu yerda 0.25 bo'lsa, necha bo'ladi? 3, 4. 4 bo'ladimi? Buna qilib. 4. Nima bo'ladimi? Endi qarang. Masalan, xo'p, 2 ni oldik, 4 ni olamiz. 4 nima beradi? 0.25 beradimi? Abi 0.5 edi, bundan pastroqqa bo'ladi. Xullas, aka, to'g'rimi? Endi qarang, bu 1, 2, 3, 4 deb olsak. Xo'sh, endi qarang. Xuddi shundan minusi. Minus 1 da minus 1. 2 da minus 2 da minus 0.5 mi? Mana qarang. Xo'p, minus 1 da minus 1. Xo'p, mana bu yerda minus 2 da qayerga bo'ldi? Minus 0.5. Mana bu yermi? Ana shu yerda o'zi, to'g'rimi? Xo'sh, endi qarang. Minus 0.5 da minus 2 bo'ladimi? Minus 0.5 ana bu yerda bunday bo'ladi. Xo'p, minus 0.25 da qayerga bo'ladi? Minus 4. Mana bu yerda ana bu deb olamiz. Ha, masalan, endi qarang, qanaqa bo'ldi. Va alaykum. Xullas qarang. Ana bu ikkita funksiya bo'ldi, to'g'rimi? Ikkalasi bitta funksiya nimasida? Ichidami? To'g'rimi? To'g'ri. Xo'sh, endi qarang. Nima ekan? Hozir mana shu to'g'ri chiziqlar y o'qi bilan kesishadimi? Kesishadimi? Nimaga kesmaydi? Nimaga kesmaydi? Nimaga kesmaydi? Ha, 0.5 emas. Qarang. Mana bu narsa agar aytganimga hozir ana shu o'q, masalan, buni kesib ketsa, mana bu qiymatda x nima? X necha bo'ladi? 0 bo'ladi, to'g'rimi? Lekin funksiyada x 0 bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Demak, nima ekan? Yaqinlashib borar ekan, mana chiziqqa x, y teng 0 ga intilar ekan, lekin nima bo'lmaydi? Kesmaydi, to'g'rimi? Endi qarang, mana bu tarafga nima bo'ladi? Borib, masalan, pastda kesib ketsa, masalan, mana keltirma kesib ketsa, mana bu qiymatda y nima teng bo'ladi? Funksiya. Y teng 0 bo'ladi, to'g'rimi? Lekin teng 0 bo'lishi mumkinmi y? Mumkin emas, to'g'rimi? Xo'sh, demak nima ekan? Xo'p, y teng k taqsim x kasrli funksiyasi, xo'p, hech qachon nima emas ekan? Teng emas ekan, tushunarli-a? Xo'p, bu birinchi. Endi qarang, ikkinchi ko'radigan funksiyamiz y teng modulda x funksiyasi. Bu bilamiz. Qarang, o'zi y teng x funksiyasi qanaqa edi? Bunaqami? Chiziq qo'ysa, to'g'ri? Ya'ni 1 da 1, 2 da 2. Xo'p, minus 1 da minus 1 masalan, to'g'rimi? Ya'ni x nimaga teng bo'lsa, y o'shanga teng bo'ladi, to'g'rimi? Lekin shuni moduli qanaqa bo'ladi? Moduli. Nima kirmaydi? Ular ham kiradi, faqat o'zgaradi. Qanaqa bo'ladi? Qarang. Hozir mana shu yerda funksiya manfiy bo'lishi mumkinmi? Nima uchun? Nima funksiya? Funksiya qaysi? Y manfiy bo'lishi mumkinmi? Modulda x doim plyus bo'lgani uchun nima bo'ladi? Y ga plyus chiqadi, to'g'rimi? Endi qarang, hozir y teng, masalan, modulda minus 1 deb olsam. Yo'q, minus 1 emas. Y teng modulda x o'zidan buni qilaman. X y qilsam, x minus 1 bo'lganda nimaga teng y? 1 dachi? 1 ga 1mi? Demak, buni bilar ekan. Minus 2 da 2 da 2. Demak, ammo kelar ekan bu funksiya. Endi shu narsa pastga tusha olmaydi, chunki funksiya 0 dan yuqoriga ham doim shuni qanaqa 2 da minus 2 ham bo'ladimi? Bular ketar ekan. Xullas, mana bu qism bo'lib, mana bu qism.
Mana bu qism sekin nima qilar ekan? Yuqoriga ko'char ekan. Tushundingmi? Nima uchun ekan? Chunki unda modul qatnashgan. Tushundingmi? Xo'sh, ana endi savollardan ko'ramiz. Xo'p, masalan qarang, endi funksiyani ko'rdik. Qarang. f(at x teng 1 ayrilgan 2x bo'lsa, funksiya berilgan. Agar f(at ichki funksiya g(at x teng x bo'lsa, g(at x ni topib bering. Mana savolni juda ham chalkashib olgan, qarang. Nima qilamiz bunga? f(at x teng 1 ayrilgan 2x, f(at g(at x teng x qolibdi. Topishimiz kerak, g(at x kerak, to'g'rimi? Qarang. Hozir ana bu yoqqa x ga bog'langan nima qo'ygan? 2x qo'yganmi? 2x, to'g'rimi? g(at x etib qo'ysam beradi. f(at g(at x teng nima bo'ladi? 1 ayrilgan 2 karra g(at x bo'ladimi? To'g'rimi? Nima qildim men hozir? Mana bu yerda x 2x ga bog'langanmi? Hozir demak, buni o'rniga g(at x etib qo'ysam, mana bu x ham o'zgarishi kerakmi? To'g'rimi yo'qmi? Ana bu x, bu x, to'g'rimi? Ya'ni o'zi ham o'rniga masalan qan f(at 1 desam, nima qilaman? f(at 1 deb 1 ayrilgan 2 karra 1 deymanmi? Bunga xuddi shunaqa, g(at x bilan bog'lagani uchun bunga f(at g(at x teng nima deyman? 1 ayrilgan 2 karra g(at x deyman. To'g'rimi? Funksiya-ku bu. Ya'ni bir xil maqomni qiymatlarni almashtiryapman. To'g'ri bo'ladimi? Endi qarang. Xo'p, bu funksiya bitta kelib chiqdi g(at x. Endi qarang. O'zini funksiyasiga teng nima edi? X edimi? Yozib olaman. 1 ayrilgan 2 g(at x teng x deb olaman. Bundan kelib chiqadi endi, qarang. Xo'p, -2 g(at x teng x ayrilgan 1, to'g'rimi? -2 ga bo'laveraman. g(at x teng 1 ayrilgan x taqsim 2 bo'ladimi? Ana javob. Yoki buni 1 bo'lingan 2 0.5 ayrilgan 0.5 x deb yozsa ham bo'ladi. Tushundik-a? Xo'sh, endi. Nima? Ajoyib ekan. Xo'p, endi keyingi savolga qarang. Y teng modulda x - 2 plus 1. Y teng 5. Ikkita funksiyalar grafiklari kesishgan nuqtalar absissalarining kvadratlari yig'indisi kerak. Nima ekan demak? Ikkita funksiyani kesishgan joyini absissasi nimasi kerak bizga? Absissasi nimasi kerak? Absissa nimasi kerak? Bu simmetriya o'quv. Absissa nima edi absissa? Harakat topib ko'ringlar, nima edi? X edi. Ordinat y, bu x edi, to'g'rimi? Ikkalasi kesishgan nuqta qachon bo'ladi? Teng, to'g'rimi? Mana qarang, ana bu y teng 5 nima qilamiz? Funksiyani chizamiz, qarang. Chizib ishlashni o'taylik, qarang. Mana bu narsaga x y qo'yaman. X teng 1 nima bo'ladi? X teng 1 da 1 ayrilgan 2 minus 1 moduldan 1 chiqadi, 2 bo'ladimi? Xo'p, x teng minus 1 da minus 1 minus 2 minus 3 3 chiqadimi? Plus 1 4. Xo'p, 0 da 3. Xo'p, 1 da 2 2 dan nima chiqadi? 1 chiqadimi? Xo'p, minus 2 dachi? Minus 4 5 chiqar ekan, ha? Endi etib qo'yib chizib ko'ramiz. Hammasi plus chiqib, to'g'rimi? Xo'sh, ketdik. 1 da 2 x teng 1 da 1 y teng 2 ekan. Minus 1 da 4 x teng minus 1 da bu 1 2 3 4 ekan. To'g'ri bo'ldimi? 0 da 3 x teng 0 da bu 3 ekan. Mana bu yer. 2 da 1 x teng 2 da bu 1 ekan. Xo'sh, ana endi minus 2 da 5
4, 5 mana bu yo'q ekan. Buni aytdim men o'zi qarang. Pastga tushib qolishi mumkin emas buni. Bunga yana qiymat beramiz qarang. Bunga chunki o'zi qarang. Hozir biz siz o'ylayapsiz, buna ketish kerak, to'g'rimi? Lekin bu tushishi mumkin pastga. Yo'q. Bizga nima qilamiz endi qarang. Endi 3 deb ko'rsak, 3 deb ko'rsak. 2 bilan 3 bersak qarang. Uji x ga agar 3 deb ko'ryapman, bu necha bo'lyapti? 2 bo'lyapti, to'g'rimi? Yaxshi. 2 yana bir yuqori oldi ekan. Xo'p, 2 da 1. Y teng 0 bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkinmi? Y teng 0. Bo'lishi mumkin emas, to'g'rimi? Demak qarang. Ana bu funksiyaga y ni eng kichik qiymat qaysi qiymat? 1 ekan, tushunibsiz-a? Yana siz qarangda o'zi ko'pchilik mana chizishimiz mumkin, to'g'rimi? Chiqdi deb. Demak, bu bunaqa funksiya bo'lar ekan. Yana chizib ko'raylik. 4 ni qo'ysam 3 chiqadimi? Ana 4 ni qo'ysam 2, ana 3. Demak, bu funksiya bunaqa funksiya ekan. Lekin qanaqa san? Ekan. Mana bunday kelar ekan va mana bu yuqoriga tushundingmi funksiya? Bo'ldi bo'ldi. Mana bu funksiya, tushunarli-a? Hozir agar men ana bu 3 ni chizib olsam edi, to'g'ri yuborardim, tushunarli-a? Ana shu funksiya qaysi funksiya ekan? Y teng modulda x minus 2 ni nimasi? Plus 1, to'g'rimi? Endi shu funksiya bilan mana berilgan, to'g'rimi? Y teng 5. Qara. Y teng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mana bu yerdami? Maksimiz endi. Yaxshi. Endi qarang. Mana bu yerda nechaga teng edi x? -2 gami? Demak, -2 bitta yechimi va mana bu yerga kesganmi? Bu davomi ham bu, to'g'rimi buni? Bu yerga kesdi, bu payt nimaga teng x? -2 ga teng. Bu yerga nimaga teng? Bu yerga 5. Yo, qana bu y 5 ga teng. X nimaga teng? 5 chiqishi uchun 4 bo'lsa bu 6 bo'lishi kerak. Ana bir 5, bir 6 bo'lishi kerak ana. Chunki ana 6 ni nima qo'yamiz o'rniga? 6 ayirgan 2 bu 4 plus 1 5 chiqdimi? Ha. Bu grafik eslashinglar. Bizga nima kerak edi? Shunani kvadrat yig'inish kerak edi. Buni qo'yadi 4 plus 36 chiqadimi? Endi oddiy ishlash yo'li nima qilamiz ikkalasini? Tenglashtiramiz. Modulda nima yozib qo'yqa? X minus 2 plus 1 teng 5. Xo'p, x minus 2 teng 4. Birinchi ildizi x minus 2 teng 4. X teng 6. Ikkinchi ildizi x minus 2 teng minus 4. X teng minus 2. Ikkita ildizi. Tushundik-a? Ildizi ekan. Yaxshi, hozir. Pastga chiqdim yozuv. Xo'p, qarangiz, endi keyingisi y teng x kvadrat va y teng modulda x funksiyalar grafiklarining ox o'qida yotmaydigan kesish nuqtalari orasidagi masofa kerak. Tushundingmi? Qarang, demoqchiki, ana shu ikkita funksiya bir-biri bilan xo'p, ox o'qida yotmaydigan kesish nuqtalari orasidagi masofani toping. O'zi ikkalasi qachon kesishadi, savol. Teng bo'lgan payt. Keling, ikkalani chizib ko'ramiz. Chizamiz ikkalasini. Ikkalasi ham qanaqa funksiya? O'sha nima edi? Plus funksiya. Nima edi? Ha? Nima edi, Fayza? Ikkalasi ham? Aytgan, inglizchaga negativ bor, pozitiv bor. Juft to'q funksiya, to'g'rimi? O'rniga etib qo'ysan, nima chiqadi ikkalasiga? Plus chiqadi. Ikkalasi qanaqa funksiya? To'q.
Juft funksiya-ku. Siz ko'ramiz qarang. Mana bu funksiyaning grafiki qanaqa bo'ladi? Xo'p, x y qilamiz. 1 da 1, 2 da 4, 3 da 9, minus 1 da 1, minus 2 da 4, minus 3 da 9 to'g'rimi? Birinchi funksiya uchun. Demak, 1 da 1, 0 da 0 keyin. Buni o'tadi, to'g'rimi? Xo'p, 1 da 1 degani 1 bo'lsa, bu yerdan 1. 2 da 1, 2, 3, 4 da bo'ldi. 4, xo'sh. 3 da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu yer. To'g'ri bo'ldimi? Minus 1 da yana 1. Minus 2 da plus qarang. Bundan kelar ekan. Delang kam qani? Noldan o'tib, noldan o'tadi. Xullas. Bunaqa. Bu parabola bo'ladimi? Xullas bu yuqoridan anaqa ko'rinsa keladi. Tushundik-a? Bu tekst bo'lmaydi bu. Tekst bo'lmaydi. Tushunibsizmi? Chunki mana qarang, 2 bu tekst tushmaydi bular bu orasi. Tushundingmi? Endi buniki qanaqa bo'ladi? 1 da 1, 2 da 2, 3 da 3, 4 da 4, xullas buniki tekst. Mana bunday keladi. Bunday nima qiladi? To'g'ri. OX o'qida yotmaydigan degani qarang, qayerga kesibdi ikkalasi yana. Ikkalasi qayerga kesishgan? Ikkalasi qayerga kesishgan? 0 da bitta kesishgan. Bunaqa kesishgan? Mana bu yerda bitta, bu yerda bittami? Shartda o'sha shart berdan turib nima dedi? OX o'qida yotmaslik kerak. Ya'ni biz qayerni olamiz? Non olamiz. Yotmaydigan va nima dedik? Ikkalasi kesishgan joylar nimasi kerak? Biz ana bu ikkalasi bir xil turibdi-da, bu ikkalasi sal qo'shgan, lekin bir xil turibdi. Mana bizga ana shu olsa nima kerak? Masofa kerak. Qarang. O'zi mana bu joy qaysi nuqtani bu joy? Ikkalasi ham kesishgan joy qaysi joy? Minus 1 mi? Minus 2 mi? Minus 1. Minus 1. Chunki qarang, minus 1 da bunga ham javob 1 chiqadi, unga ham nima chiqadi? 1 chiqadi. Demak, ana bu nuqta qaysi nuqta? Minus 1 u 1 nuqta, to'g'ri? Bu-chi? Bu qaysi nuqta? Qaysi nuqta? Yo'q, qarang. Yo'q, bunga sal nima qo'shganda chizishga, o'zi bu bunday bo'lishi kerak. Mana bunga ham qarang, o'zi bu 1 bo'lishi kerak-da. Chunki 1 qo'ysam, bunga ham 1 chiqadi. 1 qo'ysam, bunga ham 1 chiqadimi? Bu qaysi nuqta? 1 nuqta ekan. Va ularning orasidagi masofa nimaga teng? Qarang, ana bu bera, ana nuqta, bu bera. Ularning orasidagi masofa nimaga teng? 2 ga teng. To'g'rimi? Bu grafik masala usuli. Sal chiqdi, lekin agar 4 set daftarga javob chiqadi. Endi qo'lda qanday ishlaymiz? Qo'lda ikkalasini tenglashtiramiz, chunki kesish degani tenglashish degani. To'g'rimi? Bu narsani bunday qilaman. Ana bu narsani bunday qilsam, mana buni farqi bormi? Yo'q, to'g'rimi? Demak, endi modulda x ni a deb olaman. A kvadrat teng a. A kvadrat minus a teng 0. A minus 1 teng 0. A teng 0. A minus 1 teng 0. To'g'rimi? A teng, A teng 1. To'g'ri bo'ldimi? Ha? Demak, 3 ta qiymati bor ekan, qarang. Modulda x teng 0, modulda x teng 1 mi? Ha? Birinchisidan x teng 0, ikkinchisidan x teng plus minus 1. To'g'ri bo'ldimi? Xo'sh, demak qarang. Menga aytdi, OX o'qida yotmasin deb aytdi, to'g'rimi? OX o'qida yotmaslik uchun nima bo'lish kerak? X teng emas? Nima bo'lish kerak, to'g'rimi? Chunki o'sha paytda OX o'qida bo'lmaydi. Demak, bu ildizni olmaymiz. Demak, ikkalasi kesgan joy qayerda ekan?
plus minus 1, to'g'rimi? X teng 1 da y teng 1. X teng minus 1 da y teng 1 mi? Böyle javob unday deb qo'y. Bu kvadrat minus kvadrat, bu modul minus kvadrat, to'g'rimi? Demak, bizga mana shu nuqta orasidagi masofa kerak. 1 dan minus 1 gacha. Tushundingmi? Endi qarang, shunaqa savolni sal almashtiramiz. Bu savolni tushundingmi? Masalan, xo'p, nuqtalar bor, keling nima qilamiz? Tuzamiz. Bitta nuqta mana bu yerda 2,5 deylik, masalan. Bitta nuqta mana bu yerda -6,1. Shularni orasidagi bizga nima kerak? Masofa kerak. Shuni topishni nima qilamiz degan savol keladi-da. Buni savol tushadi, ko'p savol kirib tushadi. Qarang. Bizga xullas ikkalasini orasidagi eng qisqa masofa kerak, eng qisqasi. Ikkalasini ushlaymiz. Bizga ya'ni eng qisqasi degani bir-biriga ko'chish kerak, ya'ni to'g'ri bo'lishi kerak. Bizga mana bu kerak. Tushunarli? Bunaqa bo'lishi ham mumkin, yo'l to'g'rimi? Lekin bizga eng qisqasi desa nima qilamiz? To'g'ri chiziq kerak. Xo'p, buni topishni nima qilamiz? Mana shu x. Xo'p, kimda qanaqa fikr bor? Pifagor. Qanday Pifagor qilamiz? Nima qilasan? Bundan mana bunday nima yasaymiz? Uchburchak yasaymiz. Uchburchak yasaymiz. Savol sizga. Mana bu katet nimaga teng? Qarang, o'zi polni yuqori qancha? Beracha? 5 mi? Qarang, ana bu orada qancha bor? Bu nuqta nechi edi? -6,1 edimi? Bitta yoqqa turibdimi? To'g'rimi? Demak, bu nimaga teng? 4 gami? Mana bu qismat 2 edimi? Endi qarang. Mana bu orasidagi masofa nimaga teng? -6 dan 2 gacha. 8 mi? 8. Tamam, 4 8. Buni chiqaringmi? Hadi shoshilma. Ne chiqadi bu? Top mirali. Nima chiqadi? Formulasi nima edi bu? A kvadrat plus B kvadrat teng pauza qil. E'tibor qilib turing. Xo'sh, keyingisi. Mana bu savolga qaraymiz. Ushbu f at x teng x minus 1 plus x minus 3 funksiyaning qiymatlar sohasini toping. Funksiyani nima edi qanday sohasi? Qiymatlar sohasi kerak bizga. Nima edi sohasi? Qiymatlar sohasi deb funksiyani o'zi, ya'ni ana bu f at x qaysi qiymatlar qabul qiladi degan savol edi. Mana y 0 dan naqaracha x gacha. Xo'sh, endi qarang. Ikkita mana bu sonlarni buna qilsam. X minus 1 ni a desam, bu modulda a plus modulda a minus 3 bo'ladimi? Ha? Ana shu ikkalasini maksimalni kichkina qiymati nimaga teng? -2. Nima uchun? -2? 2 mi? 2 kelmaydi. Biz 0 aniq 0 deb qo'ysak, bu 3 chiqadi. To'g'ri. X minus 2 bo'ladi, to'g'rimi? X minus 2. Endi nollar eng kichik qiymati 2 chiqadimi o'zida? To'g'ri. Hozir agar bunga a 0 dan katta bo'lsak, a plus a minus 2 chiqadi. 2a minus 2 yo'q.
Bu qilamiz. Mana shu qiymatda hozir a teng 0 desam, 0 u 2 chiqadi. A teng 2 desam, 0 u 2 yu 0 chiqadi. Demak, eng kichik qiymat necha ekan? 2 ekan eng kichik qiymat. 2 ekan. Hozir xo'sh, ana bu ifodani qiymati a teng 2 chiqqan bo'lsa, buniki ham abxaydi, buniki ham 2 chiqadi. Demak, bu ifoda 2 dan boshlanadi va to davom etadi cheksizlikkacha. Plus 2 dan kichkina bo'lmaydi. Buni ishlashni boshqa usullar. Kvadrat qo'shib ko'ramiz. A plus modulda a kvadrat a minus 2 ikki ham bor plus a minus 2a plus 4 kvadratda. Yo, böyle şu kolay bundan ko'ra. Ana 2 chiqar ekan demak. 2 dan 8gacha. Bu shunaqa javob? C javob. Plus ikkalasi ham qaysini qabul qilishini topishimiz kerak-da. C javob. 2 kiradi. Javob 2 chiqibdi-ku, 2 kiradi. Qolgan xato usul. Xullas, siz tinchgan nima qilasiz? Masalan, shunaqa savol bo'lmaydi hozir. Yana bitta ko'raylik qani. Tamam. Mana bu savol bor ekan. Y teng modulda x minus 1 plus modul x minus 3 ning eng kichik qiymati kerak ekan. Eng kichik qiymati. Hozir qarang. Agar mana bu yerga x teng 1 deb qo'ysam, bu 0, bu 2 chiqadi. To'g'rimi? Agar buni 0 deb x teng 3 desam, endi bu 0, bu nima chiqadi? 2 chiqadi. Unaga ham nima chiqadi? 2 biradimi eng kichik qiymati? 2 chiqadi ekan. Buni o'zi savolning o'zi eng kichik qiymat nima ayting? Eng kichik qiymat 2 bo'ladi. Nima? Chunki ikkalasi modul 1 chiqmaydi. Yo'q, 1 chiqib turmaydi. Chunki qarangda o'zi mana buni eng kichik qiymat nima ayting? 1 gami? Buniki 3 ga teng, to'g'rimi? 4 bo'ladi. 4 ni ham nimaga teng? 2 ga teng. Xo'sh. Ikkinchi savolga qaraymiz. Ana Hozir. Mana shu funksiya uchun quyidagilardan qaysi biri to'g'ri? Bu a to'q funksiya ekan. To'g'rimi bu? To'q funksiyami? To'q funksiya. To'q funksiya shart nima edi? To'q funksiya shart nima? To'q funksiya shart. Nima to'q funksiya shart? To'q funksiya sharti x o'rniga minus son etib qo'ysam, f minus x teng minus chiqarib to'g'ri, minus f x bo'lishi kerak. Bunga o'zi y teng, xo'p, minus x desam agar nima chiqadi bundan? Minus ichkarida yo'qoladimi? Ha? Ichkarida yo'qoladi, to'g'rimi minus? Hani chiqmaydi, demak bu juft funksiya ekan. Juft funksiya ekan. Xo'p, endi qarang, ajoyib xato. Grafigi 16.2 nuqtadan o'tadi. Qarang, ana bu funksiyani demoqchi, grafigi 16.2 o'tadi. Ya'ni x teng 16 bo'lganda funksiya 2 chiqadi. To'g'rimi bu? To'g'rimi bu? To'g'ri, ha? X ni o'rniga 16 etib qo'ygan nima chiqadi? Y chiqadimi? Demak, javob B javob ekan. Sen kelmaydi. Xo'p, aniqlanish sohasida o'suvchi. Xo'p, aniqlanish sohasini xo'p, mana shu funksiya uchun aniqlanish sohasi nima bo'ladi? X 0 dan katta bo'ladimi? To'g'rimi? Agar x 0 dan katta bo'lib ketaversa, u nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Ana bu funksiya o'suvchimi, kamayuvchimi? Agar aniqlanish sohasida x agar
noldan yuqorida bo'lsa, bu o'suvchi, noldan pastga qarab ketsa, bu nima bo'ladi? Samolovchi. Ya'ni bu nima ekan hozir? O'suvchi ekan. D-javob. Grafigi birinchi choyda joylashgan. Grafigi doim birinchi choyda ekan. Bu degan nima degani qarang. Doim b degani tushunarli, ha? Modulda 4x. Endi qarang. Hozir masalan shungada x manfiy son berishi mumkinmi? Yo'q, to'g'rimi? Ya'ni o'zi mana bu tomon yo'qmi, janob tomon? To'g'rimi? Y manfiy bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Demak, o'zi mana bu ham ketdimi? Mana pastdan ketdi, to'g'rimi? Qarang. Y nima qilmaydi? Tushmaydi, to'g'rimi pastga? Bu tushmaydi pastga. X nima qilmaydi bu yoqqa? O'tmaydi. O'zi nima ekan? Birinchi joyda qoldim faqat. Bu javob to'g'ri ekan. Faqat A hokim nima? Aniqlanish sohasi 0 dan cheksizlikkacha. Bu-chi, bu to'g'rimi? 0 dan cheksizlikkacha. Nima deysiz? Xo'p, aniqlanish sohasi degani x qaysi songa qabul qiladi degani. O'zi mana shu funksiya uchun aniqlanish sohasi nimaga teng? X katta yoki teng 0 qanaqa 2? Nima edi? Javohir ildizni ichi 0 dan katta edi, to'g'rimi? Bu nima edi bu? Aniqlanish sohasi edi. Dars qilmagansan, dars qilgansan, kechagi vazifani. Hozir ko'raman oxiriga. Tushundingmi? Demak, faqat A javob ekan. Xato. Bugun B, C, D yili to'g'ri bo'lib ketdi. Tushundingmi? Buni ham yozib bo'ling bitta hozir. Iklari kesgan nuqtalardan o'tuvchi to'rt chiziq tenglamasi kerak. Qarang. Xullas, o'sha bizga kerak bo'lgan to'rt chiziq tenglamasi ana bu ikkalasi kesgan nuqtadan o'tishi kerak. Tushundingmi? Biz nima qilamiz? Birinchi topishimiz kerak. O'zi shu ikkita funksiya qara kesishgan. Tushunarli, ha? Qara kesishgan. Uchun nima qilamiz? Chizish qiyinroq. Chizib ko'ramiz. Kesish kerak, kesishi. Teng qilamiz. 1 taqsim x kvadrat teng x kvadrat. O'zi qachon ikkasi teng bo'ladi? Savolishdagi. Teng bo'ladi. Xuddi qilamiz buni yuqoriga qo'ymoq qilamiz. 1 teng x 4-inchisi x teng plus minus 1 bo'ladimi? Demak, birinchisi x teng 1 da, ikkinchisi qara x teng 1 da bunga ham y 1 chiqadi. Bunga ham, to'g'rimi? X teng ikkinchisi minus 1 da. Yana bunisiga ham baribir plus 1 chiqadi. Bunisiga nima chiqadi? 1 chiqadi, to'g'rimi? Endi qarang. Ikkalasi kesgan nuqtalar ma'lum. 1 u 1 minus 1 u 1, to'g'rimi? To'g'ri bo'ladimi? Xo'sh, ana endi qarang. 1 u 1 minus hop. Ikkalasi kesgan nuqtalar ma'lum. Endi shu ikkalasidan o'tuvchi to'rt chiziq kerak. Qarang. Chizaman. 1 1 mana bermi? Ha? Xo'sh, minus 1 1chi. Minus 1 1. Mana bermi? Ikkalasidan o'tuvchi to'rt chiziq qana bo'ladi? Mana biladimi? Ha? Bu qaysi turchi savolishdagi? Mana shu to'rt chiziqda. Xo'p, qarang. X ni qiymati bormi? O'z mana shu to'g'ri ketsa, bizga nima o'zgarmas? X mi Y mi? Y o'zgarmaydi, to'g'rimi? Y o'zgarmaydi degani bu nima degani? Y teng qaysi bu? Mana qaysi jo'na bu? 1. Y teng 1 ekanmi? Ya'ni ana shu qarang, shu to'rt chiziq qarang. Mana bu yerda ham Y teng 1, bu yerda ham Y teng 1mi? Bera x ming o'zgarsa ham nima o'zgarmaydi? Y o'zgarmaydi, to'g'rimi? Shu uchun x ni qiymatini nimasi yo'q? Daxli yo'q. Shu uchun u x ni chiqarib turamiz. Demak, nima ekan? Ikkalasidan ham o'tuvchi to'rt chiziq Y teng 1 to'rt chiziq ekan. Endi qarang, grafik ishlaymiz. Mana buni, xo'p, grafik qanaqa bo'ladi? Bo'libsan-a? Xo'p, ketdik. X, Y. X teng 1 da bu ham 1. Xo'p, endi 2 da bu 0.25 beradimi? 0.25 taxminan nima beriladi?
To'g'rimi? Ko'tarilishi bunga kirish kerak. Endi qarang, x teng 0.25 ta bu necha bo'ladi endi? Yo'q, qarang, 0.5 ta 4 bo'ladimi? 0.5 ning kvadrati bu. 0.25 1 bölgen 6 degan 4 degan, to'g'rimi? Bu 4 ekan. 2 dan 6 berishadi. Ha, to'g'ri. Ana endi. Demak, 0.5 bo'lganda bu 1 2 3 4. Ana berib berilmi? Yana xuddi bu taxminan mana bunaqa ko'rinishda. Pastda ham bor, pastda ham savol. Bunaqasi ham bormi? Yo'q. Yo'q, nima uchun? Chunki u biz birinchi ko'rgan murakkab funksiya bir taqsim x deydi, to'g'rimi? X o'zi, to'g'rimi? Ya'ni bu yerda x nima qilishi mumkin edi? Manfiy qiymat qabul qilishi mumkin, to'g'rimi? Lekin bizga nimasi yo'q? Kvadrat yo'q. Lekin tamommi? Shumi o'zidan funksiya. Hop, davomi qara. Davomi qara, o'zi. Davomi ana bu o'zi buni bo'lish kerak, to'g'rimi? Y tushmadan, to'g'rimi? Pastga tushmadan. Lekin bular bor, mana masalan qarang. Masalan qarang. X teng -1 da nimaga teng y? 1 dami? Mana bu yerda ham bormi demak? Demak, qarang. Bu ne ekan? Xuddi biz qarang, modulni tushib qo'lni pastga yuqori chiqardik-ku. Buni ham o'zi buni edimi? Buni shuna olaman-da-yu, manfiy son qabul qilmaslik uchun yuqoriga anna ko'tarib qo'yaman. Ha, tushundingmi? Bu nima bo'ldi? Y teng 1 taqsim x kvadrat bo'lsa bo'ldimi? Qarang, mana pastki qismi bor, u yo'qolmaydi. Faqat nima bo'ldi? Y manfiy y yuqori musbat past manfiymi? Xo'p, y manfiy bo'lmasligi uchun mana bu funksiyani yuqoriga chiqarib qo'yaman. Tushundingmi? Chunki x ning manfiy qiymatlari bor. Xo'p, endi nima qilamiz? Bu funksiya y teng x kvadrat. Xo'p, x y qilamiz. 1 da 1, 2 da 4, 3 da 9. -1 da 1, -2 da 4, minus shu 9. Buni chizdik nima chizgan? Qanaqa edi funksiya grafigi? 1 da 1, mana bu yer. To'g'rimi? 2 da 4, mana bu yer. Ha, bunaqa edi, to'g'rimi? Bunaqa edi. To'g'rimi? Ikkalasi kesgan jo'xer. Naqalik, to'g'ri. Ana manfiy bo'libdi-ku. Lekin teng nima bo'ladi? Ikkalasi kesgan jo'xer. Mana shu yermi? Ikkalasini birga teng ikkalasi. To'g'rimi? Mana. Hozir bir daqiqa. Qarang, endi ana shu ikkalasida o'ta to'rt chiziq bunaqa bo'ladimi? -1 dan o'tib, demak bu y teng 1 to'rt chiziq bo'lar ekan. Qarang, rasm. Yo'q, rasm. F at x teng x -2 taqsim x -2 moduli bor ekan. Moduli yo'q, plus 2. Ana shu funksiyani bizga nimasi kerak? Qiymatlar to'plami kerak. Tushundingmi? Bu nima degani? Qiymatlar to'plami degani y, ya'ni funksiya qaysi qiymatni qabul qilishi mumkin? X emas, funksiya tushunarli-a? Xo'p, qarang. Biz mana bunga diqqat qaratamiz. X -2 taqsim modulda x -2 to'g'rimi? Mana shuni qiymatlar necha va necha berishi mumkin? 1 -1. Nima uchun? Masalan, qarang. Masalan, qarang. Modulda a taqsim a. Mana shular. So'ng agar bunday qilamiz. O'zi buni ikkita qiymati bor. A 0 dan katta bo'lsa bu 1, a 0 dan kichik bo'lsa bu nima? -1, to'g'rimi? Mana yana tushuntiraman, qarang. Masalan, 7 taqsim
minus 7. Bo'lmaga teng. Yoki mana bo'lmaga teng. Minus 1 ga yoki 7 taqsim 7 bo'lmaga teng. 1 gami? To'g'ri bo'ldimi? O'tir. Xo'p, endi demak nima ekan? Mana bu ifodani eng kichik qiymati minus 1. Eng kichik qiymati minus 1. Eng katta qiymat nima bo'ladi? 1. Mana 1. Endi savol sizga. Savol. Qo'riqchimisan? Eshik og'asimisan? Kirtasiz. Qarang. Hovuzda sherat nima xato bo'ldi? Toping qanchani? Nima xato bo'ldi? Toping qanchani? Mana topganga hozir gapda shikoyat bo'lmaysiz. Demak, nima xato bo'ldi sherat? Mana minus 1. Iltimos. Songa xato yo'q. Songa qaramang siz. Ha? Nima kirmaydi? Sizga yaqinlashdi lekin. Ana shira, ana sizga nima qilaman, shira. Ash not deyveraman. Topgan. Rostdan, men not deyveraman. Ha? Ana nima deyapsan? Yo'q, qarang. Mana bu nima degani? Minus 1 u 1 nima degani bu? Ana shu son minus 1 u 1 o'liqqa deganimi? Lekin bu o'liqqa hozir 0 ham kiradimi? Mana bu ifoda 0 bo'lishi mumkinmi? Yo'q, biza nima xato qildik? Biza ana bu ishora bizga o'liq emas, bizga to'plam kerak. Nima uchun? Chunki bu faqat minus 1 ni yoki 1 ni topadi, tushunarli, ha? Bu nima? Bu o'raliq. Bizga bu kerak emas. Tushuningizmi yo'qmi? Ana bu narsani ma'nosi bu to'plam, bu degani faqat minus 1 u 1 degani. Bu-chi? Ana shu minus 1 dan 1 gacha no sonrasi shu degani. Tushunarli, ha? Shuning uchun bu olinmaydi, mana bu olinadi. Kelishding, ha? Yana plus 2 ham bormi? Plus 2 ham endi qo'shib qo'yaman. Minus va plus 2 nima bo'ladi? 1 chiqadi, to'g'rimi? 1 plus 2 3. Demak, shu ifodani ikkita qiymati bor ekan. Qaysi ifoda ekan? 1 va 3, tushunarli, ha? 1 dan 3 gacha emas, faqat 1 bilan 3 ekan. Tushundingmi? Tushundingmi? Kalkalang hisobini aytolmayman. Xo'sh. Nima qilasan? Qaysi gapni? Minus 2 U deyvora gap bo'ladi. Miyasidan nima zarb bergan o'ziga. Shuni ham kontrolchimisan? Videomi o'psan? Olibsan. Keyingisi y teng 5x taqsim 2x plus 1 minus 5. Mana shu funksiya, qarang, argumentning qaysi qiymatda funksiya 2 ga teng bo'ladi? Bu nima degani? Bu deganiki, qarang, argument degani x degani, tushunarli, ha? Shuni yozib qo'ya shuni ham. Shuni aytmoqchi deb o'tgan dars esdan chiqdi. Argument degani x, funksiya degani nima degani? Funksiya y. Argumentning qanday qiymatda funksiya 2 ga teng bo'ladi? Bu degani buni o'chiramiz-da-yu. Mana bu temani yesh degan. Tushundingmi? Ana faqat bu nima qilibdi? Olibdi-da-yu, oddiy tenglamani nima qilibdi? Murakkablashtirib, argumentlarni qo'shib, funksiyalarni qo'shib, to'g'rimi? Nima deyman? Buni ishlaymiz endi. Yuqori chiqaramiz buni yuqoriga.